Xorazmda 9 tonna palov pishirish arafasida xabarlaringiz bo'lsa, 14-dekabr kuni Arda Xiva turizm majmuasida Xorazm xalqaro osh festivali bo'lib o'tadi va ertaga, ya'ni 14-dekabr kuni aynan mana shu osh festivali boshlanadi. Soat 9:00 da 9 tonna palovni pishirish jarayonlari boshlanadi va palovimiz esa voha yog'lardan pishiriladi, voha yog'lardan tayyorlanadi. Bugungacha tayyorgarlik jarayonlari yetib turibdi. Bu yerda kichkina kazalar bor. Bu kichkina kazalarda birinchi yuvib oladilar, yog'ni qizdiradi, xulosa shu maqsadda foydalaniladi. Bu yerda esa katta kazanimizda 9 tonna palov pishiriladi va palovni pishirish jarayonida 100 nafar yaqin bo'lgan oshpazlarimiz ishtirok etadi. Va tayyor bo'lgan palovni esa siz bemalol dartib ko'rsangiz bo'ladi va siz dartib ko'ringizdan keyin qolgan palov esa Xorazm viloyatidagi shahar va tumanlardagi kam ta'minlangan oilalarga boquvchi yo'qotchilari ehson sifatida tarqatiladi. Palovimiz ertang azangi 9 da pishirilishi boshlanadi, 2 ga tayyor bo'ladi. Ertangi odam bo'lsangiz siz bir o'q bilan 2 kundan o'tib ketsangiz bo'ladi. Birinchisi Xiva shahrining markaziy archasi Arda Xiva turizm majmuasining o'rnatildi, dum chiroyli bo'lgan. Ikkinchisi 9 tonna palovni pishirish jarayonini ko'rasiz va dartib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol ushbu videoni hammaga berib qo'yinglar va ertaga hammangizni Arda Xiva turizm majmuasida kutib qolamiz. Saat 2 da palovimiz pishadi va xayoqlarni pishadi. Bemalol kelib dartib yetsangiz bo'ladi. Xudo xolasa ertaga tayyor bo'lgan palovni ham sizlarga ko'rsatishga harakat etamiz. Xudo xolasa bugunchalik shu videoni hammaga ulashib tursangiz bo'ladi.